Jeep Motor C16 2026-yil restorani pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Ko'rishimiz mumkin, restorani pozitsiyamizda lidarlari kuchaytirilgan, qo'shimcha sensor va kameralar qo'shilgan, ruchkalarimiz esa bu yoqqa chiqadigan va ichiga qaytadigan ruchkalar qo'yilgan. Salon qismimizda ham o'zgarish katta. Ko'ryapmiz, hop, barlarimizda ko'tarilgan, bistri zaryadga qo'yilgan. 2025-yilda 20 kilovatli zaryadga bo'lsa, bunda 50 kilovatli bistri o'zini sovutish xususiyatiga ega bo'lgan zaryadga qo'yilgan. Hop, qo'l ostimizda esa xolodilnik -6 +50, ya'ni isitadi ham, sovutadi ham. 4 ta sizenamizga massaj funksiyasi qo'shilgan va ikkinchi qator sizenamiz esa orqa oldiga va yonga ham surilish xususiyatiga ega. Mashinamizda bistri zaryadga bo'lgan elektr va gibrid pozitsiyasiga ega. Elektr pozitsiyamizda 630 km yurish qobiliyatiga ega. Gibrid pozitsiyamizda esa 280 km elektrni o'zida, 900 km benzinda общий probegi 1180 km ga ko'tarilgan. Avtosalonimizda mashinamizning hamma ranglaridan mavjud va bizdan avtomobilni xarid qilib, zaryadchik, polik, pult, tonirovka, yostiqcha va 3 yil rasmiy kafolatga ega bo'lishingiz mumkin. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki bizga direktdan pul belgisini qoldiring.